Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, qaysi ayol vafot etsa-yu, eri undan rozi bo'lsa, jannatga kiradi dedilar. Termiziy va Hokim rivoyat. Yana boshqa bir hadis sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, agar ayol 5 vaqt namozini o'qisa, o'zini nomusini, iffatini saqlasa va eriga itoat qilsa, jannatni istagan eshigidan kiradi deydilar. Ibn Hibbon rivoyat. Chunki Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam mana shu itoat uchun qancha darajada savob bo'lishini aytadilarki, eriga itoatkor ayol haqqiga modomiki eri undan rozi bo'lar ekan, havodagi qushlar, suvdagi baliqlar, osmondagi farishtalar hamda quyosh va oy istig'for aytadi dedilar. Qarang, eriga itoat bo'lgan ayolga shuncha martabaya, ammo qaysi bir ayol erining yuziga xo'mrayib qarasa, to eriga tabassum qilib ko'nglini olmaguncha Alloh taolo undan norozi bo'ladi. Qarang azizlar, qanchalik ayollarimizga kerakli bo'lgan maslahatlarni bundan bir necha asr muqaddam go'yoki hozir ko'rib turgandek Rasulimiz alayhisalom aytib o'tyaptilar. Bu imkoniyat siz onaxonlarimizga, opa-singillarimizga, sizdek oliyjanob bo'lgan mu'mina muslimalargagina nasib qiladi. Shu o'rinda bir nozik bir nuqtani eslatib qo'ymoqchiman. Ayol kishi umuman yaralishligida Momo Havo onamizning yaralishlarini eslasak, Odam alayhisalomning chap qovurg'asidan yaralgan. Odam alayhisalom jannatda hamma narsasi bisyor bo'lsa-da mahzunlik bo'lgan, ne'mati mukammal bo'lmagan, u zotning chap qovurg'alaridan Momo Havo onamizni yaratgan. Va Momo Havo onamizni Odam alayhisalomga tuhfa qilib, hadiya qilib, buyuk bir omonat, bir sovg'a sifatida taqdim qilingan. Shunday ekan, har bir insonni jufti haloli Alloh tomonidan unga berilgan buyuk bir tuhfa sifatida qabul qilishlari kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biz erkaklarga ko'p vasiyat qilganlar, ko'p nasihat qilganlar, ko'p ko'rsatma berganlar. Oilani parvarish qilish, oilani ehtiyot qilishlik haqida ko'p gapirganlar. Barcha erkaklar erkaklarning eng yaxshisi bo'lishligini orzu qiladi. Hech kim o'zini yomonman deb baho bermaydi. Qaysi musulmon erkakdan so'rasangiz, har qancha qanday inson bo'lmasin, o'ziga nisbatan yomon so'zini ishlatishni xohlamaydi. Birortasi yomonlagan taqdirda ham qabul qilmaydi. Lekin hammamiz o'zimizni yaxshi yoki yomonligimizni bilib olishimiz imkoniyati bor ekan. Qanday qilib? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislaridagi o'lchovga tushishlik bilan. Rasulimiz alayhisalom aytibdilarki, "Khayrukum khayrukum li ahlihi va ana khayrukum li ahli." Ya'ni erkak ummatga qarab aytibdilar. Sizlarning yaxshilaringiz o'zini oilasiga yaxshi munosabatda bo'ladiganingizdir. Men sizlarning yaxshingizman, men oilamga yaxshi munosabatdaman dedilar. Qarang, erkaklarning sarasi, erkaklarning yaxshisi bo'laman deyotgan bo'lsangiz, unda ayolingizga yaxshi munosabatda bo'ling. Buni Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ayollarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishlikka o'rgatdilar.